Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Tuproqqal'a mahallasi Qural akanga uyida ishlayapmiz. Xudo xolasa bu yer ish jarayonimizni yakunladik. Bizning ish jarayonimizni bilmaydiganlar uchun tanishtirib o'taman. Biz gaz отопления, стенное отопление, ko'mir отопления, barcha turdagi отопление xizmatini professional darajada qo'llangancha taxlab beramiz aziz do'stlar. Keyin santexnika, kanalizatsiya, topli pol ishlarini ham professional darajada o'tirib, yoqib, qizdirib, hamma ishlarni o'zimizdan olib borib, ustanobga beramiz. Ishni bitirib topshiramiz. Esa ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa obzorimizni boshladik. Yine bu ishdan kelganida chap qo'la batareya qo'yganmiz aziz do'stlar. Bu yerimizda yine 2 etaj ko'rishingiz mumkin. Hem de podachisi, hem de obrotkasi. Her qaysisini o'zini отдельный qizadigan ekanmiz. Чтобы depanilsa, PSM ta'siri bo'ladigan etmaymiz. PSM qizmaykamidi. Depanilsa, PS shu qizib turamiz, shuni qizib turaveradi. PSnilsa, depa qizmaykamidi. Her qaysisi отдельный podach obrotkali. Ko'pchilik ustalar yerdan doğru depadagi batareyadan podach obrotkasini tushirib, buni podachga olib ketadi. Unda doğru ansat bo'ladi, turba kam ketadi, lekin bu depanilsa PSki batareya ishlamaydi. Shuning uchun aziz do'stlar, biz o'z sifatimizga sodiq qolgan holda har qaysisini o'zini podach obrotka tortib, har qaysisini отдельный ilindan donatib, ertangi remont etganda taxlaymiz. Shuning uchun bemalol murojaat qilaverasizlar. Mesela bir yerimizi gördük. Keyingi xonamizga o'tamiz. Bellarimiz общий demir sistema bo'ldi. Hamma yer demirdan o'tdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerimiz shest kran. Oyna sig'ancha qo'ydik. Ikki yaxchidan sig'ancha, bug'am bilan ikki yaxchidan sig'ancha qo'yibmiz. Aziz do'stlar, ko'pchilik kommentariyada "Voy, ikkini qo'yibdilar, to'shi ko'paytiribdilar" deb darrov yozadilar. Bizning o'zi negativchilarimiz ko'p. Daryo'dan bu to'chi ko'paytirishga girmaydi aziz do'stlar. Eter ishi immunining paxsasi doğurmayız bo'lganligi uchun, shestkran bo'lganligi uchun har qaysisini uyni egasi bilan dogovor etgan holda, uyni egasini o'ylagan holda shu oyna antena qo'yib beradi. Oyna antena qo'yib berdik chiroyli. Batareya sonining uchun ko'pligini ham aytib o'tdi. Pionoblok. Batareya soni uchun ko'p deb o'ylashingiz mumkin, o'zi gaz otopleniyada. Mana bu pionoblok aziz do'stlar. Pionoblokni bilasizlar, 35 sm bo'ladi. Enini bu degani уже slabый degani. Tem bo'lib, deshani utuklik bo'lmagan bu. Shuning uchun ko'proqdan qo'ydik. Ham gaz kamroq ketishi uchun. Sebep eldimiz limit. Ko'pchilik limitda уже kotyolni pes qo'yadi. Va shundan sal ko'proq qo'yadi. Pes qo'ygandan ham o'sha xumuzlik turaveradi. Keyingi obzorlari o'tamiz. Xudo xolasa bu yoqimizdan ham bir spani bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham yana bayağı shest kranlik. İşimiz yine oxir to'chiga. Oxir to'chilarimiz yine ajoyib bo'lib qizib turibdi. Bu ham shu orqa ikkisi bir. Mana etar ishimini bu yoqda qo'ydik, чтобы eshikdan kirgan odamni to'g'ri ish surish uchun. Bu batareyalarimiz shu o'zlarining duralmin batareya. İtalyanskiy texnologiya, ishurni uchuqlik 8,5. Polniy hammadan garantiya etib, ikkap ustanib ketib berdik. Ko'rishingiz mumkin, hech o'zi xalaqti yo'q, narsa yo'q. Chiroyli. Ikkisi ham lazerga qilgan aziz do'stlar, biri PS, biri baland bo'lib bayatqa yo'q. Bemalol любой время shu Qural akangga kelib, ko'rib, bemalol pastron nimalarni telpataverasizlar. Bizda hech nima yo'q, yolg'on murat yo'q. Ishni ko'rib keyin telpatavinglar. Biz raqobatdan qo'rqamiz aziz do'stlar. Keyinginaga o'tamiz. Bayaqimizdan bir nima bor.
Bayaqimizdan bir batareyamiz bor. Birimiz yine ullu batareya. Oynasi açıkka tok tortib ketdi o'xshi. Bayaqimizdan yine podachisi. Bükümlere e'tibor beramiz aziz do'stlar. Keyin turbolarımızdan aytib o'taylik. Turbolarimiz Qozoqniki eng qalini 32ligimiz 207, 25 bilan 20ligimiz 2,5. Stena. Mana obratchilarni ajoyib taxlab, batareyani lazerga qaqib, bu to'g'ri steklar ham 0.0 tushgan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bemalol gerib kelaverasizlar. Bu tepada yine qo'llandı ishlarni ahamiyat berasizlar. 0.0 yine bu ham shuning aziz do'stlar. Tandırda yetib döş ko'rganimiz yo'q. Ayrim bir ustalar o'xshab. Keyin aziz do'stlar, yine görüşeceğim mümkün. Pastki turbo yo'q umuman bu yerda. Polniy tartib o'tirganmiz. Polniydan chiqib turibdi. Bu yerimiz ham yine chiroyli 20 ni qo'yib berganmiz. Ajoyib. Çok ket. Zaxonni qız tutdi. Ayaqlarini büküp chiroyli qo'yib taqib berganmiz. Yine bunda yine ne orijine. Bir yine turbo yok görüşeceğiniz mümkün. Belki ucu değişen yine görüşeceğiniz mümkün. Belki değişen. Doğru pontinden çıkıp bilen tuttu. Birimiz yine 15 koyup verdik. Öldür tuttu. Bir stekten 3 batarya yağımız. İşte bu hemmeyden turbo düşürevermelidir. Bellerimden çok iyi kızı tuttu. Şimdi sizler katyonlarımı gösterdi. Şu peste. Keyin birimiz yine Zinanti. Yaman yine birim ondan taşıp verdik. İşte bu. Geçen bölüngen takdirden al. Bayaqdan bir sklatma nemet vereveradigan. Şimdi işte bu. Şu koyup verdik buna. Keyin ucu bayaqi imondan bayaqi bani bo'ladigan 4'müş. Bu bani içinde qasında 0.0 bir yaqlamaydi. Bular onlarni qo'yib berdik. Shu kichkina dushoy zona bo'ladigan. Bayaqimizda o'zi katyol joylashgan. Aziz do'stlar, katyolni bergindina qo'yacaq edik. Tepamizda yurtuslar ağaç bor. Ağaç bor. Keyin uni tepasidan ham ağaç bor. Bayaqaraqa surib ham ko'rdik. Katyolni qo'ymasdan burun. Keyin doğru şipirini emring hamma mushma kelib, shu strapila doğru geldi. Ünegesinden bir ağzını soradık. Şeteli dedik. Şipirini strapiline demeyle ilacı olsa dedi. Bergindine koyup olsa bergindine koyunla dedi. Bergindine koyup lazere taşak gördük. Şipirini sazından mez. Reykesinden geldi. Hem bu katyol keyin yaşlısı gelenden keyin deşana köçüşü mümkün ekan. Shuning uchun vaqtinchalik o'zini ham shu saza deyming qo'yib bengla dedi. Shunday qo'yib berdik. Keyinchalik deshana ko'chadigan bo'lsa, deshana ham chiroyli ko'chirib beramiz o'zlarimiz. Ko'rishingiz mumkin, gaz kranniki chiroyli oyoqdan tepadan tushirib, ekkalib, suv kranniklarini qo'yib, lislarini ham cho'ynatlarni ham mo'jaga qo'yib, sunib ketganmiz. Bu yaqinda nasozlari, samotök kranniklari ajoyib deb joylashtirib ko'pmiz yine. Ko'rishingiz mumkin. Bu krannikni ilibdi bu. Bu krannik postoyanniy ochiq turaversin bu. İşte bu ertaga bir kun suyuti chiqqandan boshqa aytganda ham sizlarga hech mijat yo'q bo'lmaydi-da. Aslında ilib keyin nasozni qo'shish kerak, lekin
ilişni tavsiye etimiz sebep bizde de Özbekistan'da svet uçup turadı. Svet uçgan vaqtda kotyolni o'zi qaynab etadi. Araya aylanmaydi. Nasosni o'zidan aylanmaydi suv. Yani görüşeniz mümkün. Padaçlar ham doğru erim ustaladığım doğru ortadan çıkarıp ikinci etajdan yarısını egellep yatadılar. Ya vaqtda köp görganmiz onu. Bu başka ustalarniki, mesela evvelki ustalarımı xudo biladi. Lekin biz şunu akurat ne deb chetdan kitib, hech o'zi qilib bermaydi deb chetdan kitganmiz. Görüşeniz mümkün. İşte bu mesda o'g'irlamaslik uchun. Manimiz debangi batareyaning obratkasi. Keyin kotyolimizni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, kotyolimiz 90lik kotyol, 5 seti bor. Bir raketasi bor, 13 dona turbosi bor aziz do'stlar. Dim erkak pech, bemalol telefon tavraysizlar. Xohlasangiz o'sha telefon nomerlar, xohlasangiz pastda turgan nomerlarga telefon qilsangizlar ham bo'ladi. Keyin bizani YouTube'dan ham, Instagram'dan ham kuzatsangizlar bo'ladi. YouTube'dan отопление shovat deb chiqamiz. Latincha yozsangiz doğru chiqaradi. Belki Instagram'da Quvonchbek Xudoyorgan deb chiqaradi. Belki yurtda maydonda yurgan yurtdoshlarimiz uchun WhatsApp bilan Telegramlarimiz ham bor. Qanasa yine kotyolni masalan görüşeniz mümkün, üşürmeye tuttu yine. Bemalol shu qurollarkinkina gelib ko'raverasizlar. Shu 50 qaladagi tuproq qaladagi barcha qo'ng'ishlarim boshqasimi. Yine bu kotyolimiz üstü bir yerdan bir kichkina xonatcha yegan. Shuning uchun bu yerdan bir batareya qo'yib berdik, ajoyib joylar. Yine yog'i podash turbamiz. Ko'plari bu yerdan chiqarib, imdena sanchadilar o'zlarini o'ng'aylatib. Yana biz yana chetdan ajoyib netamiz. Bellarini qoqib, ibini opishib ketadi ekanlar. Ezbislarni polni 4 metr tepeye chiqarganmiz. Bir butu ezbis tashlaganmiz. Bir-birinden quroq-surog'i yo'q ezbisdan. Seli butun tashladik. Sal qiyin bo'ldi, lekin ishimizga javob bo'lish uchun ajoyib butunatib tashladik. Görüşseniz mümkün aziz do'stlar. Depesi yekan. Hali netmagan. Patolog bo'lmagan. Berimizda mana Uzbek ulu zal. Savunmakim aka. Ne jallımsız? İşte yaxshimi? Bu suhbatingiz alalım bu ketmasdingizdan burun. Şu mikrofonni berbering. Kan uyin egasi shu bu kamera tushmayin dedi. O'zini fikrlarini kamera ortida gaplayman dedi. Bemalol o'zingizni tanishtirib, o'zingizni xolis fikrlaringizni aytsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, avvalambor ijtimoiy shu Quvonchbek Xudoybergenovning kuzatuvchilari mana bugun shu bolalarimiz ishni yakunladi. Juda ham ajoyib etib ishlab berdi. Bularning ishlarini ijtimoiy tarmoq orqali kuzatdik. Bolalar kuzatdi, o'zim ham bir qator kuzatib oldim. Shularning ishlari ma'qul keldi. Sizlarni telefon orqali chaqirib oldik. Chaqirib olganimizdan keyin shu hamma yerlarni ko'rib, bir qator maslahat berib, qayerga qo'yishni, qanday etib ishlashini, shularning ishlari kelgandan keyin ham juda ajoyib yaxshi, ma'qul kelgandan keyin shu oldindan avans olib ketdilar. Shu mana bugun shu ishni yakunladi, ko'nglimizdagi deb ishlab berdilar. Nima deymiz? Shu ishlariga omad, topganlari hamisha yaxshi kunlarga buyursin. Rahmat, ishlarini gap yo'q, gap bo'lish mumkin. Hamma joylaringiz qizda aqran yapti. Yechillardan suv oqmadimi? Yo'q. Yine şu etken işlerimizde hammasini
Novuka kelgan bo'lsak, novuka qo'ygan bo'lsak, 1 yil garantiya beramiz appga. Bir-birinden su aksa ya kızım yakasa bemalol telefon berasiz. Shu telefon nomerimiz shu telefondan o'chib ketgan taqdirda ham qat yo'ldan ham yopishtirib ko'pmiz 2 yaqindan ham bor. Ha shu 0808 ga uraveradi. Shu postoyanniy ish edi. Beeline antennasi sal chala turibdi O'zbekistonning ichida. Bemalol 1 yil garantiya, bir-birinden su aksa kelib ishimiz bitirib gelip zötüp beremiz. Xudo xolasa aqmaydi. Bir kızmaya qaradan bo'lsa, endi qizadi. Aynan ko'rib tursan, millarni qiz tutadi, to'g'rimi? To'g'ri. Batareyalar o'ynamay, shu bolalar minmin, shu uklonlari buzilmasa, shu nishga az ishga turibmiz, shuni ham ishi beradi. Eter ishi bir kelib chekelab, narsa bo'lmaydi. Ham meni rezi bo'lgandan keyin shu suvoq qoladi. Ham shu pena blokku sizga. Shuning uchun dez o'tirish narsa bor. Ko'ngilingizdan ziyod bo'lib chiqdimi, aka? Ko'nglimizdagidan ham ziyod bo'lib chiqdi. Rahmat hammalaringizga. Shu jamoaga ham rahmat. Shu Ergashoyga da rahmat. Shu bo'ldi aka, shu 1 yil mobaynida bir-birini kamisi bo'lsa telefon berasiz. Bemalol mod servis garantiyasi 1 yil. Başka qardosh to'g'onlarimiz ham qo'rqmang, tavsiya etaman. Yine dogovor ketdik. Dogovordan bir 3 kungacha qolgan bo'lsa ham kelib polni bitirib berdik qarang. Aziz do'stlar, odamning ishi masalan bir tekizlik bo'lavermaydi. 1-2 kun, 3 kun zadeshcha bo'lib qoladi. Shuning uchun aziz do'stlar, bir masalan palon kuni boramiz degan bo'lsak, 2-3 kun aylanadigan bo'lsak, alashtirmaydilar. Bu ish bu. Sal zadeshcha bo'ladi. Mesela obzorumuzu devam ettiremiz. Keyingi joyni ham ko'rsataman. Tak. Ishim bu joy ham kelaveradi. Keyin aziz do'stlar, aylanishimizni sababini aytib o'tchakman. Yine yurt do'stlar yegan. Aziz do'stlar, ko'pchilik otopleniya sohasida mesela bizler hem o şeyge vaqtimizda ko'pchilik odamlarni tanıymiz, ko'pchilik nelerni tanıymiz. Ko'pchilikleri üşüyünlüğünde gipsakordon koymayın. Yani sel ihtiyatsızlık sebepli bu birovlarni uyini yakıp bergen, birovlar bir koru uşaqını azıroq yerini yakıp bergenlerini görgenmiz resmi. Ya o'zlari aytib bergen. Havardan bo'ldi. Bize şu şeyge vaqtimizda ko'plari shu azroq yangani uchun uyini sotib ham to'lamagan. Shuning uchun aziz do'stlar, masalan, shu zotda ish olam ishini narsalarni suv sepib, gipsakordon qo'yib, iloji boricha akkuratni ishlash uchun, bezopasli ishlash uchun shu ham shuningdek vaqt talab etadi, aziz do'stlar. 10 manat ikkili bosış bizani stil emas. Bizani stil faqat sifat va yana sifat. Bo'lgani. Shuning uchun aziz do'stlar, ko'p любой kanalimga kirib ko'ringlar. 3 yil kur oboylar joyda ishlayman. Shuning uchun ham sal zodda ishlar o'tibdi. Berimiz yana oboy bo'lmaganlik sababli bittasal o'ndi. Adashmasam nerede bir haftada bitirdik gerek. Toshni 20 tochka oldu. Toshni 20 tochka oldu. Aboyli bo'ladigan bo'lsa, уже haftada bitmaz edi. 7 kun bo'ladigan bo'lsa, haftada 8-9 kun borar edi. Aboysiz bo'lgani uchun bu ishni narsam ayladi. Shu ekan ham ayladi. Yurt do'stlar bezopasniy deb cho'tka ishlaganmiz. Любой yere şu tufrakkalardagi любой danışımı konuşma, любой yere urin teşekkür versen, işlerimize cevap. Yine bellerimize yine görüp, taklap, büküp, birimiz yine şist kranını yurt do'stlar, aziz do'stlar, ilacı bo'lsa şist kran etsengizlar ham ya bir tarafini etinglar, ya o'rta tombirini etinglar. Bu şist kran otopleniyani 25% og'ir aylanishidan sabab bo'ladi.
Shuning uchun iloji bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, bir keladi, bir aylanib to'ra boradi. Bu yerda hozircha aylanma bo'lib turibdi, ko'rishaning. Shuning uchun iloji bo'lsa, to'g'ri satsanizlar ham o'zlaringizga udobniy. Keyin birimizni aytib o'tdik. Yamandan ham bir batareyamiz bor. Yine ko'rishaning bir ham ondan ancha ko'p berganmiz. Kraniklarni ligrop ketib, taxlab, bukimlarni ham chiqarib taxlaymiz. Yine bunda qo'ygan gips akordimiz do'stlar, hali yana ham turibdi. Yine to'qdan kelsa aziz do'stlar, shunday tepaga chiqarib o'tkitamiz. Shtobi bu trubaga deyik qolmasligi uchun ochamiz buni. Bo'lmasa bizlar ham birini shu narsani, shpaqlovkasini chopib ochish buraya zarar berish niyatdamas. Bunga уже birdan apparat deyik qolsa otolplendan to'g'radi. Yosh bolalarimiz ham ushaq qo'ysa уже oxiri yomon yoki. Oxiri yomon bo'ladi. Shuning uchun biz shuni yuristib chiqarib, uyiga tushuntirib ketamiz. Agar bir dil bersak yo uzib bersak aytamiz. Dil berdik yo uzib berdik yo shuni sal yo'q deyibdi deb. Birimiz u montajini umuman makka etmedi. Etarishi to'qdan yayinlar ishlab chiqarib ketdik. Aziz do'stlar, endi ibaqdan etamiz, ibaqdan bosh beraylik. Ibaqimiz sal qarangan ekan. Ibaqimiz уже ibaqimiz katula yaqin. Mana oraya qo'yib katula uzoq. 2 kishi kranni birimiz emine zakon yo'q qizib turibdi. 2-etaj bo'lliq sababli. Bu yana 1-etajni podach bo'lib tushgan. Mana meni kraniklarni yarim yillik ko'pmi, shtobi ham yerdan qizish uchun, pesam berish uchun. Aziz do'stlar. Pina blok bo'lgani uchun ko'p qo'yib turibmiz. Yana bir marta aytib o'taman. Yana gelip ko'raverasizlar bemalol. Aziz do'stlar, oddiy. Oddiyni tiydan chiqib, to'g'ri tiydan ulaganmiz. Yonboshdan chiqarib, unda ko'pchilikdan to'g'ri chiqaradidan birisini unda ustidan birisini yonboshdan sanchadi, tortanaytning indan bo'lib qoladi. Bu yana bir splashni kelgan. Bir splashni borib bilan tutdi do'stlar. Sizlarga aytib o'tgan shu ekraniga gelib aylangan. 25% minus, ibaqi уже 20% minus, şunun özünde 45% minus bo'ladi otopleniyga. Bu degani gazni sal shu oxiri to'chiga sal jalroq yoqishingizlar kerak bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha to'g'ri paxsa saqlaringiz ma'qul. Buni pesinde shu arqa ishingni yana 2 batareya bor. Aziz do'stlar, bu joyimiz adashmasam 40 milyon mı, 41 milyon 801 ming so'm bo'ldi kerak. Ya 40 milyon ya 41 milyon. Hozir geç soat dangi 5 hozir. Shuning uchun aziz do'stlar, xor topimiz to'g'ri tushunsizlar. Videomuzda kamchilik qiladigan bo'lsa aralashtiringizlar. Agar kim otolpleniya o'tiraman deb danishlari bo'ladigan bo'lsa, ish videolarini yuborib qo'yasizlar. Ya santexnika ishlari bormi, topli pol ishlari bormi, barcha turdagi otolpleniya xizmati va santexnika xizmatini professional darajada uyingizga borib, taxlab, chizib, proyektini chizib, siz bilan dogovor etgan holda shunday deb chiroylatib bitirib beramiz, sifatlatib. Bunun uchun ishlashingiz kerak, 3-5 nimalar murojaat etishingiz kerak. Boramiz, yuramiz, o'lchimiz, dogovor etamiz, shu bilan ishingiz bitib ketaveradi. Esa plan aytib o'tdim. Tochkasi 20 tochka bo'ldi. Общий ajinning giring. Esa sog' bo'linglar, omon bo'linglar. 14-yanvar bilan
Hamma yurtdoshlarimizni tabriklayman. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Like ham esdan chiqmasin.